Arab tilida til ikki xil uslub orqali o'rganiladi. Birinchisi samaiy, ikkinchisi qiyosiy. Qiyosiy degani, ya'ni nazariy bilimlar. Nazariy bilim bu kitobdan o'qib, tarjima qilib turib va o'qib tushunib, tarjima qilish va o'qib yechish yo'nalishida ketadi. Samaiy deganda, ya'ni eshitib tushunish, bu en tilla asosi va en tilla mag'zi hisoblanadi. Bola ham onasining qo'lida gapirib ketguncha 2 yilga yaqin faqat eshitadi, xato qilib bo'lsa ham gapiradi, gapirib, keyin tili burro chiqadigan bo'lib ketadi. Arab tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirishni xohlasangiz, albatta siz ko'p eshitishni boshlang. Arab she'rlarini eshitishni boshlang. Arab tilidagi har xil adabiyotni eshitishni boshlang. Arab tilida muallaqot degan bo'lim bor. Bu albatta arab tilidagi eski qadimiy yozilgan devonlar yoki arab tilida o'sha johiliyat davridagi she'rlar va undan keyingi adabiyot qo'llanmalarini ko'p o'qing, ko'p eshiting. Birinchi eshitasiz, keyin takror qilasiz, yodlaysiz, tilingiz ana o'shanda juda ham chiroyli chiqib keladi. Ushbu videoni arab tilida gapirish ko'nikmasini oshirmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying.